Bugungi kunda o'sha antifrod bilan ishlashda bilamizki, o'sha insonlarning psixologik xatti-harakatlari juda ham muhim hisoblanadi, to'g'rimi? O'rganish ularni. Chunki bilamiz, siz faoliyatingiz davomida nafaqat shubhali tranzaksiyalarni aniqlash, balki o'sha insonlarning xatti-harakatini ham anglashingiz, tushunishingiz kerak bo'ladi. Mana shu tizim haqida gapirib bersangiz batafsil. Bu bo'yicha bizda shu session va tranzaksion antifrod o'rnatilyapti. Ya'ni session antifrod deganda shu siz aytib o'tganingizdek, shu o'zini tutishi insonlarni biron bir tranzaksiya amalga oshirilayotganda shu insonmi yoki shu inson emasmi, ya'ni uni qurilmasidan kiryaptimi yo yo'qmi, o'zini shu tranzaksiya amalga oshirilayotganda uni parollar kiritilyaptimi yoki yo'qmi. Bu identifikatsiya davomida aniqlanadigan narsa. Identifikatsiya davomida aniqlanadigan narsa. Yana tranzaksion antifrod degan narsa ham bor. Bu tranzaksiyalar, masalan uchun, qancha chastotasi, qancha tez o'tkazilyaptimi, qisqa summalar bilan boshqa soxta akkauntlar orqali pul olib chiqib ketilyaptimi yoki katta summalar bilan birdaniga olib chiqib ketilyaptimi? Buni kim aniqlaydi, insonmi yoki algoritm? Algoritm aniqlaydi. Lekin inson omili ham bor bu yerda. Masalan, algoritmni ham qayta tekshirib turish kerak. O'sha tekshirib turish maqsadida inson ham bu yerda ishtirok etadi. To'g'ri ishlayotgan yoki ishlamayotganini tekshirib olish uchun.